Assalomu alaykum azizlar. Bugun 19 oktyabr 2025 yil. Biz Buxoro umra jamiyati xodimlari yana Buxoro xalqaro aeroportda bizlar navbatdagi hojilarni kuzatish arafasida bizlar. 19 oktyabr kungi reysimiz hojilari Hikmatullo domlamiz boshchiligida umra safariga jo'nab ketyaptilar. Bugungi guruh hojilarimizga Alloh bir yaxshilikni ato etdi. Bu guruhimiz hojilari 14 kun emas, 17 kun mobaynida umra safarida bo'lishadi. Hojilarimiz birin-ketin barchalari ehromga kirib olishmoqdalar. Bular to'g'ridan-to'g'ri Makkaga borib umra qilib, 14 kun davomida Makkada turib, keyin Madinada borib 3 kun turib, nasib bo'lsa Madinadan to'g'ri Buxoroga uchib kelishadilar.